boshida qanaqa dorilar berish kerak? Xo'p, do'stlar, yaxshilab joylashib o'tirasizlar, hozir sizlar bilan shu haqida gaplashib chiqamiz. Birinchi o'rinda olib kelingan qo'ziq-qo'chqorlarga birinchi kun unaqa seryozni narsa berish shart emas. Qorni to'q bo'lishi, qorni och bo'lishi mumkin. Shu sababli olib kelingandan keyin 2 soat, 3 soat o'tib, ozgina nomiga suv beriladi. Suv ichib olishgandan keyin kechirolga borib, hashay berib bir kun tozalash ishlarini. Birinchi bo'lib yosh qo'ziq-qo'chqorlarga albatta alben ichiriladi. Alben dorini hamma biladi. 3 kun yoki 2 kun ketma-ket oralig'ida ertalab och qoringa 5 mg yosh qo'ziqlarga, katta qo'chqorlarga 10 mg ichqizib olsangiz, mamlakat yo'tallarini, ichidagi har xil qurtlarini, shamollashlarni tushiradi. Shamollashi o'ziga bo'lsa, MS Enro bor, o'pka shamollashlari, bronxit yo'llar shamollashiga, burun oqishiga, yo'tallarga eng zo'r ishlaydigan antibiotiklardan biri. Ichki parazit, tashqi parazit, qo'tirlar, gijjalar, har xil qurtlardan qutulish uchun Ivermec ukolini qilishingiz kerak bo'ladi. Doktor Jasur akamizning bitta zo'r gaplari bor. Bularga zahar berilayotganda, ya'ni zahar deganda shu antibiotiklarni, dorilarni aytadilar. Organizm charchab qoladi. Charchab qolgandan keyin bularga nima berish kerak? Albatta bular bilan kompleks tarzda multivit mineral qilish kerak bo'ladi. Buni hamma tushunadi. Multivit ham bularni ishtahasini oshirib beradi, ham ichki shakllanishini rivojlantirib, yeb ichlarini yaxshi qilib beradi, hamda yordam beradi antibiotikdan ketkazilgan kuchlarni yig'ib olishga. Shu sababli kompleks tarzda hammasiga antibiotik urilgandan keyin multivit bilan birgalikda uriladi. Bir yoq boshiga antibiotik, bir yoq boshiga shu multivit ursanglar, patkoj ursanglar ham bo'ladi, shu muskul orasidan qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, qo'ylar shamollagan bo'lsa, bosh organizmdan keyin birpas burni piqilab oqadigan bo'lsa, birinchi bo'lib albatta shu antibiotiklarni qilish kerak. Atak olgan qo'yingiz ancha sog'lom bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz ishonch hosil qilib olishingiz uchun alben dorisini ichirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ukollarni albatta mutaxassislar tavsiyasi bilan, mutaxassislar bilan birgalikda agar qilish bilmaydigan odamlar qilgani yaxshi bo'ladi. Chunki xo'p do'stlar, shuncha narsa qilingandan keyin bular xudo xolasa tezda oyoq turib olishadi va ustilari chiroyli holatga kelishni boshlaydi. Shu qilingan Ivermeclar, ukollar qurtlarini, gijjalarini, har xil bitlarni to'kib yuboradi, qo'tirlarni ketkazishni boshlaydi. Do'stlar, bu videoyim xudo xolasa 5 mingdan oshiq like yig'adigan bo'lsa, keyingi videoyim xudo xolasa sizlar uchun bularning ovqatlanish kompleksi bo'ladi. Bularda ratsion degan narsa hali unaqa yemlash ratsioni emas, ularni katta qilish ratsioni bo'ladi. Chunki bular ko'rib turibsizlar, 6 oy, 5 oylik qo'ziq-qo'chqorlar, yosh hali, bularga unaqa kuchli yem bermaymiz. Bularni o'stiradigan narsalarni beramiz. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmanglar. Bundan ham yaxshi videolar, kontentlar sizlarni kutib turibdi. Like bosib, obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lib ketinglar. Bu videoni yangi qo'chqorlar boqmoqchi bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. To'g'rimi? To'g'ri.